Assalomu alaykum hammaga yaxshimisizlar, bo'lyapmisizlar. Короче, hozir bittasi bilan lobby bo'lyapti. 363 ga davay kirib podishka beraverasizlar, o'zingizlar ko'rasizlar. Hali kech payt turnir bo'ladi. 363 dan kirib, o'zingizlar kirib, ko'rishingiz mumkin. Abdushi like'larni bosib, podpiskalar bosib, Abdushi menga podishka beraverasizlar. Yangi youtuberman. O, headshot. Bir ochko salmay surashibdi. Давай. Like'larni bosib yuboringlar, Abdushi, давай. Shashilib qo'ydim-da, bekor ashar bo'ldim. Shashil deydi, shuncha sizlarga maslahatim, shashilmanglar. Hali qiziqib o'ynab bo'lib ketasizlar, ashuni shashilmasdan, spokойно o'ynasanglar normal natija bo'ladi. Keyin men Telegram kanalimga o'tsanglar, Adushi men sizlarga qanday qilib chustimisinlik qilishni o'rgataman. O'taverasizlar bemalol. Keyin birga bir lobby bo'ladi kech payt. O'tsanglar, agar mendan 10 shot olsanglar, 10 shot emas endi. Bunday yutsanglar, men sizlarga Abdushi 60 yusi tashib beraman. Podpischimiz 100 ta bo'lsa, katta konkursga start beramiz. 3 ta real pass qo'yamiz. Oddiy random orqali shuni tanlab sizlarga beraveramiz. Yangi turibdi shekilli. Yo'qsiryapti burada. Like'larni bosaverasizlar, Abdushi sizlardan kutyapman. Jigarlarim, iltimos sizlardan like'larni bosib yuboringlar. To'g'ri, uncha ana kardinal balu, skilluzbi asl hollar o'ynamasligi mumkin, lekin sekin o'sish bo'ladi. To'g'ri, hamma birinchi bot bo'ladi. Men hozir 60 FPS o'ynayapman. Keyin hamma 60 bo'ladi, birarga 20 da o'ynaydi. Hamma o'ziga o'zi shukr qilib o'ynaydi, to'g'rimi? Shuning uchun ham xudo xolasa iPad olaman deyapman. Ham 120 da endi o'ynaymiz. Xudo xolasa sizlarga ham tavsiya beraman 120 da o'ynashga. Xudo xolasa Alloh hammaga beradi. Va podpiskalar bosib ko'rasizlar, Abdushi. Menga просто motivatsiya bo'ladi-da bular. Давай. Mana shu videoda 3 ta like bo'lsa, men sizlarga qanday qilib nastroyka qilishni o'rgataman. Polni nastroykalar hammasini boshdan oyog'igacha tushuntirib, sizlarga anaqa qilib olishim mumkin. Shuning uchun podpiskalar bosib, like'larni bosib, menga podishka beraveringlar, iltimos. Hozir men o'zi 3 tasi bilan o'ynadim. Bittasini yutdim, bittasini yutkizib, yana bittasini yutdim. Oldin bo'lsa ashlarga anaqa yutkizardim, hozir bo'lsa sal bo'lsa ham natija. O'zinglar ustinglarda ozgina ishlasanglar, ancha natijalar ko'tarilib, o'zinglar anaqa qilib, YouTube'lardan ko'rib, qanday qilsa anaqa bo'ladi, anaqa qilib trenirovkalarga kirib, o'rganib, shunaqa qilsanglar, o'zinglarda ozgina olsa ham natija seziladi. Shuning uchun bitta like, anaqa men sizlarga shuncha motivatsiya beryapman, shuning uchun bitta like beraverasizlar.
Давай. 50 ta подписчигim bo'lsa, короче, efir qilamiz. Efirda turnir bo'ladi. Turnirda agar kim yutsa 60 yufti tashib beramiz. Da, shuning uchun chapsha podpiskalar tashlab, ana qilib yuboringlar, podishka berib yuboringlar. Hozircha 5 O. Yomon tegdi. Давай. Men sizlarga maslahat beraman. Masalan, naushniksiz o'ynamanglar. Naushnik bilan o'ynasanglar, ikkita quloch taqiladi. Agar chap tomondan odam kelayotgan bo'lsa, chap tomoningizga eshitiladi. O'ng tomondan kelayotgan bo'lsa, o'ng tomon. Birargilar biladi, birargilar bilmaydi. Shuning uchun men sizlarga maslahat beryapman. Naushnikda o'ynanglar. Napalchiko shart emas uncha. Ikkita tegdi, o'lmadi. Davay like'larni bosib yuboringlar. Kommentariyaga yozib ketinglar, necha marta like bosinglar deb aytdim. Hayajonda adashmay ketib. Biratan bo'ldi, qayerda meni o'yin kirmaydi, bo'ldi, chiqib ketdi. Ko'rdinglar, abimni ham yorib yubordi. 416 da ketgan narsa abimni ham urdi. Davay yana bitta shuncha anaqa mehnatga yana bitta like, bitta podpiska, kommentariyaga at dushi deb yozib yuborasizlar.